Bismillahirrohmanirrohim. Islomiy odoblarning xususiyatlari. Yana nima deydi? Jumlalar. Hozirgi vaqtda ko'rib turgan o'zimni ko'rib turgan muammolarga to'g'ri kelar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Husayn Voiz Koshifiy bunday yozadi. Go'zal fe'l atvor yaxshi xulq nishonasi 10 tadir. Yaxshilik qilish, insofli bo'lish. 1 2. Boshqa odamdan ayib qidirmaslik. Bizda nimaga? Bizda naborot ayib istaramiz. Nojo'ya haqorat qilayotganni to'g'ri yo'lga boshlash. Biz naborot chuqurga itaramiz, to'g'rimi? Prosta ta'sir qilgani uchun nima deydi? O'qib beray dedim. Aybiga iqror bo'lganni uzurini qabul qilish. Aybiga iqror bo'lsa ham bizda o'zlaring bilasizlar, to'g'risi naborot ketar. Qilish. Boshqa mashaqqatni zimmaga olish. Boshqa mashaqqatlarni zimmaga olish. Faqat o'z manfaatini ko'zlamaslik. Bizda ham hamma o'z manfaatini o'ylaydi-yu. Ochiq yuzli va shirin so'z bo'lish. Hojatini chiqarish, muhtojlarning hojatini chiqarish. Muloyim va tavozi bo'lish. Bilmadim, menga juda ta'sir qildi, to'g'risi. Shuning uchun o'qib beray dedim. Nima deyman? Masalan, aybi iqror bo'lib tan olib tursa ham bizda nimaga ketaveradi dalishi.